Ona kaklik asarining g'oyasi va tarbiyaviy ahamiyati. Assalomu alaykum hurmatli tinglovchilar. Bugungi suhbatimiz o'zbek adabiyotining yirik namoyandasi G'ofur G'ulomning Ona kaklik asari haqida bo'ladi. Suhbat davomida asarning mavzusi, g'oyasi, obrazlari va tarbiyaviy ahamiyatini tahlil qilamiz. Asarning asosiy mavzusi ona mehri va farzand uchun fidoyilikdir. Muallif kaklik obrazi orqali onaning cheksiz muhabbatini tasvirlaydi. Asarda ona kaklik va uning bolalari tasvirlanadi. Ona kaklik bosh obraz bo'lib, u mehribon va jasur sifatida ko'rsatiladi. Asarning asosiy g'oyasi shundan iboratki, ona farzandi uchun har qanday qiyinchilikka chidaydi va hatto jonini fido qilishga ham tayyor bo'ladi. Tabiat manzaralari jonli va ta'sirchan tasvirlangan. Tog' va dala manzaralari voqealarning ta'sir kuchini oshiradi. Bu asar bizni ota-ona qadrlashga, mehribon va jasur bo'lishga undaydi. Onaning qadriga yetish va har bir farzandning burchi ekanini anglatadi. Men ona kaklikning bolalar uchun o'zini xavfga qo'yishi juda ta'sir tuyuldi. Bu ona mehrining naqadar buyuk ekanini ko'rsatadi. Xulosa qilib aytganda, ona kaklik asari onalik mehri va fidoyilikning timsolidir. Asar bizni insoniy fazilatlarga qadrlashga chorlaydi.